yer ostiga dafn etilgandan keyin yer osti xudosining izmiga o'tyapti. Va yer osti xudosining izmiga o'tgandan keyin o'z navbatida u yerdagi tartib-qoidalar bo'yicha yashash yana davom etadi degan tushuncha bo'lyapti. Misr davlatida piramida bitta emas edi. Ko'plab hukmdorlar unga kerakli bo'lgan idish-tovog'i, ayollari birgalikda dafn etilgan, tiriklayin dafn etilgan. Zeb-ziynat buyumlar dafn etilgan. Nimaga? Narigi hayotda bu narsalar kerak bo'ladi. Mana xizmatkorlar u yoqda ham xizmat qiladi deb ishonishgan. O'sha joyda kesishgan bo'lsa ham 2 tonna toshni bir manzildan 1 kilometr bu yoqqa olib kelib, uni 150 metr balandlikka ko'tarish bu odamni hayron qoldiradigan texnika. Shuning uchun dunyoning 7 mo'jizasidan biriga kiradi. Ya'ni sutga ikkita narsa qo'yilardi: yurak va patlar. Hieroglif so'zining ma'nosi toshga yozilgan muqaddas yozuv ekan. Yunon tilidan olinsa, qachondir Britaniyaga borganingda, Amerikaga, Angliyaga borganingda o'sha yerga kirib, mana bu narsa ekanda deyishing mumkin. Umumiy olaylikmi sen? Demak, bugungi mavzuyimizda qadimgi Misr davlatini, madaniyatini o'rganamiz va ularda barpo etilgan qurilish inshootlari va ularning atrof olam haqidagi tushunchalar haqida ma'lumotlar bilishimiz mumkin. Demak, qadimgi Misr davlatida va eng qadimgi davrda diniy tushunchalar vujudga kelgan paytda odamlar vafot etgandan keyin yana bir dunyo bor va u dunyoda hayot davom etadi degan tushunchaga kela boshladi. Va bu tushuncha qadimgi Misrdan ham chetda emas edi va qadimgi misrliklar ham odam vafot etgandan keyin yana yashashi mumkin ekanligi to'g'risidagi fikrlarni ilgari sura boshladi. Bu fikrlar keyinchalik mana keyingi mavzularimizda keladi. Hindiston, Hind madaniyatida sal boshqacharoq. Odamzod 7 marotibagacha tug'ilishi mumkin. Ya'ni vafot etib, qanchadir muddatda vafot etgan holatda turadi va yana qayta tug'iladi degan tushunchalar ham bor edi. Qadimgi Misrda esa bunday tushuncha yo'q edi. Odam bir marta yashaydi va vafot etgandan keyin uning hayoti narigi dunyoda davom ettiradi degan tushunchalar bo'lgan. Narigi dunyodagi hayot qanday bo'ladi degan narsaga Osiris degan ularning xudosi bor edi. O'tgan darsda gaplashgan edik. Ularning xudolari ko'p edi va xudolardan biri Osiris, yer osti saltanati. Ya'ni odam vafot etgandan keyin qayerga dafn etiladi? Yerga dafn etilgandan keyin yer ostiga tushdi tushunilyapti. O'sha diniy falsafaga ko'ra va aynan u yer ostiga dafn etilgandan keyin yer osti xudosining izmiga o'tyapti. Va yer osti xudosining izmiga o'tgandan keyin o'z navbatida u yerdagi tartib-qoidalar bo'yicha yashash yana davom etadi degan tushuncha bo'lyapti. Va endi u yerda ham hayoti yaxshi bo'lishi uchun Firavn vafot etdi va u yerda ham firavnlik qiladi u deb o'ylashganligi sababli ham u yerga saroylar barpo etilyapti. Va endi o'z navbatida firavnlarni mana siz biladigan piramidalarga dafn etishyapti. Piramidalar barpo etildi va piramidalar barpo etilgandan keyin u yerda ichiga kirgan, bizga qaraganda o'sha piramida ko'rinishida va ichiga ko'rasak ko'plab xonalardan iborat. Va ko'plab xonalarning birida Firavnning tosh tobuti bor va u narsani sarkofag deb aytishyapti. Sarkofag bu tobut, mana bizda musulmonchilikda tobut qabrgacha boradi, to'g'rimi? Keyin tobutdan olib turib yerga dafn etiladi. Qadimgi Misrda tobut o'sha qo'yilgan bo'ldi. Ya'ni u yerga borib maqbarada xonalardan biriga tobuti bilan birgalikda dafn etishgan, ya'ni qo'yib qo'yishgan va xonalarni eshigini bekitib chiqib ketishgan. Va odamlar bu narsani o'ylashganki, bu yerda qarg'ishlar yozilgan u yerda va shuning uchun kimdir u yerda bezovta qiladigan bo'lsang, sen kasal bo'lib qolishing mumkin yoki hayotingda qandaydir baxtsizliklar bo'lishi mumkin degan narsalar bo'lgan. Va endi piramida devorlari ichiga turli xil qarg'ishlar, muqaddas so'zlar ularning tushunchasi bo'yicha yozilgan edi va qadimgi misrliklarning fikriga ko'ra bu qilingan ishlar marhumni, ya'ni Firavnni yoki u bilan birgalikda dafn etilganlarni bu hayotdan u hayotga eson-omon o'tib olishi uchun yordam beradi degan tushuncha bo'lgan ekan. Demak, devorga yozilgan so'zlar marhumni bu dunyodan u dunyoga o'tishi uchun yordam beradi degan tushunchaga borishgan ekan. Bizda ham bormi bu tushuncha? Bizda ham bor. Vafot etgandan keyin yaqinlari nima qiladi? Qur'on o'qishadi, demak, unga jo'natishadi, sovg'a jo'natishadi. Ya'ni unga yordam berishi uchun, uni savol-javobi oson bo'lishi uchun, uning narigi dunyodagi hayoti oson bo'lishi uchun mana bizda ham xuddi shunga o'xshagan amallar qilinadi. Qadimgi Misrda ham shunga o'xshash hodisalar amalga oshirilyapti.
Misr davlatida piramida bitta emas edi. Ko'plab hukmdorlar piramidalar barpo etilgan edi va aytib o'tilyapti, ikkita podshohlik. O'tgan darsda bildik, podshohliklar soni nechta edi? 5 ta. 5 ta davrga, 5 ta podshohliklar davridan iborat edi. Faqatgina ikkita qadimgi va o'rta podshohliklar davrining firavnlari piramidalar barpo etilgan va u yerda o'zlarining maqbarasiga aylantirilgan edi. Ya'ni biz maqbarani ko'rdik, ana o'kuni sayohatga borganimizda maqbarani ko'rdik qabristonda. Eslaymizmi? Bu yerda qabr bor edi, ustiga uycha qilib qo'yilgan edi, Xo'jaylg'orda. O'sha bu zamonaviy maqbara, ya'ni musulmon olamidagi maqbaraning ko'rinishi. Va endi qadimgi Misr davlatidagi maqbara, Firavnning maqbarasi mana bu ko'rinishda bo'lgan. Qaysidir boy ham qurgan bo'lishi mumkin va qurgan ham bu. Ya'ni ularning maqbarasi shu ko'rinishda bo'lgan va uni to'g'ri deb hisoblashgan. Qadimgi o'rta podshohliklar davrida ular piramidalar quryapti, keyingi podshohliklarda piramidalar qurilmayapti. Endi savol tug'iladi. Xo'p, agar piramida qurishmagan bo'lsa, Firavnni dafn etishmayaptimi? Yerga oddiy qilib ko'mishyaptimi? Nima qilishgan? Keyinchalik ularning maqbarasining shakli o'zgardi. To'g'ri, toshlardan mana bunday shakldagi katta-katta piramidalarni qurishni o'rniga tog'larni ichiga o'yib kira boshlashdi. Bu narsani tarixiy kinolarda ham bor, hali Mumiya kinosida ham bor. Buni ko'rsak, bu narsani yana ham tasavvurimiz yana ham boyiydi va tog'ni ichiga bir necha xona o'yib kirib turib, ichiga bir nechta xonalar, ya'ni piramida qanday bo'ladigan bo'lsa, endi tog'ni xuddi shunday o'yib kirib turib, bir nechta xonalardan iborat bo'lgan maqbara barpo etirishyapti va u yerga kirish yo'llarini butunlay bekitib tashlab, u yerda ishlagan odamlarning deyarli hammasini o'ldirib yuborishgan. Ya'ni maqsad u yerda hech kim topa olmasin, vafot etgan Firavnni hech kim bezovta qilmasin ruhini degan ma'noda uni bekitib tashlashgan. Va endi hammadan yashirishning sababi Firavnlar bilan birgalikda juda katta boyliklar qo'yilgan. Va boyliklar qo'yilganligining sababi narigi dunyoda u kerak bo'ladi deb o'ylashgan. Tushundingmi? Bu narsa bunday tushuncha bizda ham bor, bizda ham xalqimizda bo'lgan. Bu O'zbekiston tarixi mavzusida ham o'rganib ketishimiz mumkin. Eng qadimgi davrda, bu o'rta asrlarda ham ma'lum bir vaqtda davom etdi. Boy o'lsa, uning xizmatkorlari ham birgalikda ko'milgan. Unga kerakli bo'lgan idish tovog'i, ayollari birgalikda dafn etilgan, tiriklayin dafn etilgan. Zeb-ziynat buyumlar dafn etilgan. Nimaga? Narigi hayotda bu narsalar kerak bo'ladi. Mana xizmatkorlar u yoqda ham xizmat qiladi deb ishonishgan. Ya'ni dunyo haqidagi tushunchalar xuddi shunday bo'lganligi uchun ham qadimgi Misrda bunday ko'rinyapti. Misr davlatida demak piramidalar ko'plab qurilyapti va piramidalarni Sfinks degan haykal qo'riqlaydi deb o'ylashgan. Sfinksni ko'ringanmiz ko'pchiligimiz, boshi odamniki, tanasi sherniki yotgan holati tasvirlanadi va uning vazifasi piramidalarni qo'riqlash. Kimdan? Yovuz ruhlardan, yovuz kuchlardan himoya qilishdan iborat bo'lgan. Mana bu yerda aytilyapti, Xufu, Xafra va Menkavralar eng balandlari ekan va shular ichida eng kattasi bu Xufu piramidasi ekan. Balandligi bugungi kundagisi 147 metr. Qurilganda 150 metr bo'lgan deyshadi. 3 metrga pasaygan yoki shamollarda yemirilgan yoki cho'kkan. Toshlarning oralig'i 1 millimetr emas. Ikkita toshni shunday zichlikda qo'yishganki, uni orasidagi chok 1 millimetr emas, 0,5 millimetr. Keyinchalik tarixchilarning bir guruhi aytadi, yangi dunyoda Napoleon Misrga yurish qilyapti, boryapti va uni qilichini tiqib ko'ryapti, kirmagan ekan. Ya'ni Napoleondek hukmdorning qilichi juda ham o'tkir bo'ladi, juda ham yupqa bo'ladi va o'sha qilich ham o'sha ikkita toshlar orasiga kirmaganligini ko'rsatishyapti va bu narsa tasdiqlanyapti. Ya'ni juda ham tor bo'lganligini. Bitta toshning vazni 2 tonna. Haligacha olimlar buni qanaqa qilishganligini bilmaydi. Ya'ni 2 tonna og'irlikdagi toshni bu darajada tekis qilib kesib, o'sha joyga olib 147 metr balandlikka olib chiqib qo'yish bu hazil narsa emas. Qanday qilish mumkin bu narsani? Demak, o'sha narsani o'ylantiryapti hozirgacha va turli xil qarashlar bor. Hech qaysi biri tasdiqlanmagan, lekin ko'proq tushuncha, ko'proq ovoz olgan qarashlar bor. Ya'ni tomga loy olganmisan g'ildirak bilan, o'zing paqirni ko'tarsang og'ir, lekin ip bilan torsang yengil, bemalol qila oladi. Sen ham hattoki ko'tara olasan. Kattaroq odam uchun juda ham oddiy. Bitta piramida qurish uchun 2,5 million dona tosh ketyapti.
Ya'ni 2,5 million dona toshni kesib, juda ham firrasini joyiga qo'yish kerak. Shuncha toshni olib kelish kerak. Albatta bu oyoq tagida turmagan o toshlar. Nil yaqinidagi tog'lardan olib kelishgan ekan. Bu degani kamida 1 kilometr uzoqdan olib kelishgan degani. 1 kilometr uzoqlikdan 2 tonnali toshni, bu menimcha 2,5 tonna bo'lgan. Kesib, to'g'rilagandan keyin 2 tonna qolgan. O'sha joyda kesishgan bo'lsa ham 2 tonna toshni bir manzildan 1 kilometr bu yoqqa olib kelib, uni 150 metr balandlikka ko'tarish bu odamni hayron qoldiradigan texnika. Shuning uchun dunyoning 7 mo'jizasidan biriga kiradi. Va bu maqbara hisoblanadi. Qurilgan davri 2600 yil avval, miloddan avvalgi. Hozirgi sanadan hisoblasak 4600 yil avval. 4600 yil, salkam 5000 yildan beri shakli deyarli o'zgarmasdan o'zini qanday bo'lsa shunday saqlab kelayotgan inshoot hisoblanar ekan. Endi u qo'shimcha qandaydir bu yerda mo'jiza bor, boshqa bor degan narsalar u qo'shimcha qarashlar. Mo'jizalar haqida har xil qarashlar aytilishi tabiiy jarayon. Miloddan avval 2600-yilda bo'lgan. Ha. Xo'p, demak, hozir aytib o'tganimizdek, qadimgi Misr davlatida piramidaga podsholar ko'milyapti. Va endi nafaqat podsholar, balki bunga mablag'i bo'lgan kishilar mumiyolangan. Ya'ni mumiyolanishga mablag'i bo'lgan kishilar mumiyolanish jarayoni amalga oshirilgan. Demak, kambag'allar bu ishni amalga oshira olmagan. Lekin hamma mumiyolanish uchun harakat qilgan. Endi savol tug'iladi. Nima uchun bu mumiyolanish jarayoniga hamma jon jahdi bilan harakat qilgan? Ha. Yeb qo'yishi mumkin edi. Mumiyolangandan keyin tirilish mumkin. Qiynalmasligi uchun. Endi mana nima uchun mumiyolanyapti degan narsaga ruh chiqib ketadi deb o'ylashyapti va u qachondir yana qaytadi deyishyapti tanaga. Ruh chiqib ketib qaytib kelgandan keyin o'sha ruh uchun jon bo'lishi kerak, joy bo'lishi kerak. Ya'ni ruh qaytadigan joy bo'lishi kerak va tanani biz asl holatda saqlab turishimiz kerak degan tushuncha bo'yicha joylashtiryapti. Bu birinchi tushuncha. Ikkinchi tushuncha shundan iboratki, mumiyolangan jasad kim sud qiladi ularni? Hozir aytib o'tdim. Osiris sud qiladi. Osiris sud qilayotgan paytda mumiyolangan jasad uning qarshisida chiroyli ko'rinishda turishi kerak ekan. Ya'ni demak, Osirisning to'g'risida chiroyli ko'rinishda turish uchun u mumiyolanishi kerak ekan. Bu albatta ularning e'tiqodi. Qadim misrliklarning e'tiqodi shunday bo'lgan. Shuning uchun mumiyolanish jarayoniga e'tibor qaratilgan. Demak, uni kambag'allar, qullarda mablag' bo'lmagan, ular mumiyolanmagan. Mumiyolanish jarayoni 70 kun davom etgan ekan. 70 kun asta-sekinlik bilan davom etgan. Ya'ni birinchi navbatda chirib ketadigan tana a'zolarini olib tashlashgan. Ichki a'zolar, miya, ko'z, labdan til bu narsalarni olib tashlashgan. Olib tashlabdir, bosqichma-bosqich tana asl holatda qolgan. Tana ko'rinishda endi u qurigan, ma'lum miqdorda qurigan, qolgan qismini saqlab qolishgan. Xo'p. Osiris sudida narigi dunyoda jannat yoki do'zax degan tushuncha ularda ham bo'lyapti. Narigi dunyoda odam vafot etgandan keyingi hayotning qanday bo'lishi Osiris sudining natijasiga bog'liq edi. Ya'ni sudga ikkita narsa qo'yilardi: yurak va patlar. O'lgan odamning yuragini qo'yishar ekan bir tarafiga, ikkinchi tarafiga patni qo'yishar ekan. Savol javob shu ekan. Agar ikkalasi teng kelsa, demak bu yaxshi ish qilgan bo'lar ekan. Teng kelsa, demak yurak patdan ham og'ir emas u. Mana istagan bittamizni yuragimizni deb o'ylab qaraydigan bo'lsak, qaysi birimiz pat bilan teng kelishi mumkin? Hech qaysi birimizga. Chunki pat juda ham yengil, lekin yuragimiz, mana mushtayimiz, har bitta odamning mushtayi bo'ladi-da, yurak. Va mushtay go'shtni bunday qo'yib qo'ysang, yo'q deganda 100 gram bor-da. Pat bo'lsa 5 gram yoki 10 gram chiqadi. Ya'ni har bittamizning yuragimiz patga nisbatan og'ir. Lekin Osiris sudida shu ikkalasi qo'yiladiki, mana bu pat teng kelsa, demak uning savobli ishlari ko'p. Tushundingmi? Va endi agar yurak og'ir keladigan bo'lsa, pat ikkalasi teng kelsa, bu katta mazza qilib bu yog'ida kayt qilib yuradi. Endi yurak og'ir kelib qoladigan bo'lsa, buni o'sha vafot etgan odamning gunohlari ko'p, uni yovuz maxluqotlar yeb ketadi. Do'zaxga ketadi degani-da bu. Tushundingmi? Uni yovuz maxluqotlar yeydi, demak, uning keyingi hayoti yo'q bo'lib ketadi. Ayni teng kelsa, u ketadi, rohat farog'atda mazza qilib yashaydi. Demak, hech kim nima yashamagan ekanda,
Bobur yurak hammasini pastga tushyapti. Yo, sen tushunmading. Yurakni pat bilan tenglash holati bo'lgan. Agar uni savoblari ko'p bo'lsa, u patni hisobiga ketgan, pat taraf bo'lgan va uni vaznini yurak bilan tenglashtirgan. Tushundingmi endi? Tenglashtirgan, shuning uchun u ba'zilar jannatga ham ketishi mumkin bo'lgan. Har bitta davlatda yozuvi bo'ladi. Bizda qanday yozuvdan foydalaniladi? Lotin yozuvidan foydalanadi. Lotin tildanmi yoki? Yo'q, demak til boshqa, yozuv boshqa. Lotin tili ham bor, lekin bugungi kunda o'lik tillardan biri hisoblanadi. Ya'ni undan hech kim foydalanmaydi. Lotin tili asosida bir qancha tillar shakllangan keyinchalik. Endi lotin yozuvi mavjud. Bizda O'zbekistonda lotin yozuviga o'tganmiz va o'shandan beri taxminan 20 yildan beri biz lotin yozuvidan foydalanib kelyapmiz. Endi qarang, qadimgi Misrda ham o'zining yozuvi bo'lgan, turli xil shakllardan iborat bo'lgan yozuvlari bo'lgan. Uni Yunonlar boshqacha aytayapti, Misrliklarning o'zi boshqacha aytayapti. Uni Yunonlar Misrda yozuvini ko'rib, qadimgi Misrliklar bilan gaplashgani yo'q. Yunonlar keyinchalik ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin 1000 yil, 2000 yil o'tgandan keyin bordi-da u yerga. Misrliklar o'zining yozuvini atab bo'lgan edi. Yunonlar u nomdan bexabar borib turib ularni ko'rib hieroglif deb atashdi. Hieroglif deb atashdi. Hieroglif so'zining ma'nosi toshga yozilgan muqaddas yozuv ekan. Yunon tilidan olinsa, toshga yozilgan muqaddas yozuv ekan va ularning alfavitida 750 ta harf bor ekan. Bizda nechta bor? 29 ta, 30 ta, shunaqa. Ha. 30 tami? 29 ta tutuq belgisi bilan 30 ta. Ha. Qaysi j? Yo, tovush kerak emas, bizga harflar kerak. 29 tami? Tutuq belgisi bilan 29 tami? Ya, tutuq belgisi ham bor-da. Bormi? Ha, demak, tutuq belgisi bilan 30 ta u harf emas, lekin tutuq belgisi ham bor. Demak, u ham alfavitda uni olib tashlasang, qaysidir harflarimiz chiqmay qoladi. To'g'rimi? Mas'ul deya olmay qolasan-da. Kerak-da u ham. Demak, 750 ta, bizda 30 ta. Desak bo'ladimi? Bo'ladi. Endi Misrliklar o'z yozuvini nima deb atayapti? Muqaddas bitik xudolar kalomi deb atar ekan. Qaysi yozuvdan foydalanyapsan desa, biz lotin deyapmiz, a? Qadim Misrliklardan qaysi yozuvdan foydalanasan desa, muqaddas bitikdan yoki ikkinchisi aytayapti, xudolar kalomidan deyapti. Bu qanaqa yozuv deb Yunonga aytsang, hieroglif deb atar ekan. Endi lotin yozuvini ko'rsatib, Misrlikka ham bu qanaqa desang, lotin deydi. Amerikalikka aytsang ham lotin deydi. Hindga ham aytsang lotin deydi. Biz ham lotin deb ataymiz. Hamma bir xil aytadi, lotin yozuvini. Lekin Misrliklarning yozuvini Misrliklarda o'zi boshqacha aytayapti, Yunonlar boshqacha aytayapti. Tushunarlimi? Yaxshi. Endi yozuv qurollari, bugungi kundagi yozuv qurollari sanaychi, nima yozuv qurolliga nima kiradi? Ruchka, qalam, shtrix, marker, flomaster, daftar, kitobni ham bir burchaga yozsang bo'laveradi. Shunaqa qilasan, qo'ling ham yozib ketasan. To'g'rimi? Parta, mana ko'p foydalanasan seniki bo'lmagani uchun. Stul bor, o'rtog'ingning stuli, orqadan turib yozib turasan. Devor, mana o'zing ko'p foydalanadigan joylar aytyapsan. Yerga, demak bular yozuv qurollari bo'lishi mumkinmi? Ya'ni yozishi mumkin, a? Ko'p narsadan foydalanishi mumkin. O'rtog'ingning ko'ylagi, to'g'rimi? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Endi qadimgi Misrliklar ko'p foydalangan va foydalanishi to'g'ri hisoblangan. Biz sanagan narsalarni ba'zilari foydalanishi to'g'ri emas. O'rtog'ingning futbolkasi, stul, parta, bu narsalar bu noto'g'ri foydalanish uchun, yozish uchun qo'llash noto'g'ri. Chunki ularning vazifasi boshqa. Partani vazifasi u yerda o'tirib yozish maqsadida foydalanish, yozish emas. Demak, qadimgi Misrliklar to'g'ri foydalanilgan yozuv qurollari quyidagilar bo'lgan ekan. Ohak tosh. Demak, toshning bir shakli bo'lgan, ular o'sha yerga yozishi mumkin bo'lgan. Ikkinchisi sopol idishlari. Ya'ni eng qadimgi davrda bizda hozir eng arzon bo'lgan narsa, ya'ni qog'oz u davrda eng qimmat narsa edi. Hamma ham ishlata olmagan. Juda kam bo'lgan va o'rganilayotgan davrda u yerda qog'oz bo'lmagan. Qog'oz keyinchalik Xitoydan butun dunyoga bizning yurtimiz orqali tarqalib bordi. Demak, ohak tosh, sopol, papirus ularda yozuv maqsadida foydalangan edi. Shunaqa o'simlik bor edi. Demak, yozish maqsadida ham foydalansa bo'lardi. Qilqalam va bo'yoq, turli xil bo'yoqlar foydalanilayotgan. Mana papirus. Endi Misrliklar yozib ketdi.
oradan yillar o'tdi. Ma'lum bir vaqt o'tdi. Va ming yilliklar o'tgandan keyin qadimgi misrliklar nima yozganligini biz tushunmayapmiz. Bunaqa bo'lmagan. Chunki Firavun ular uchun xudo hisoblangan. Qadim misrliklar Firavunni xudo sifatida ham sig'inishgan. Shuning uchun ularni marhumni maksimum darajada e'zozlashgan. Va bunday tushunchalar, bu shunchaki kinoni qiziq qilish uchun bu narsalar qilishgan xolos. U kinoni ta'sirida bunday ekan deb o'ylab qolmadi, bunday emas. Hop, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin u yozuvlarni tushunmaymiz. Ya'ni biz yozib ketgan narsalarni tushunmaymiz. Uni kim bizga tushunarli qilib beradi? Tilshunoslar, olimlar. Qadimgi Misr yozuvini o'qishga bir necha marta urinish bo'ldi va bular muvaffaqiyatsiz tugadi. Va bir necha marta harakatlardan keyin muvaffaqiyatsiz bo'layotgan paytda Fransua Champollion degan kishi rozet bitki toshi orqali o'qishga muvaffaq bo'ldi uni. Xo'p, u qanday bitki tosh edi? U shunday bitki tosh ediki, o'qishni osonlashtirdi. Shunday ochib tashladi. U yerda 3 xil yozuvdagi yozuv bor edi. Bittasi Misrdagi, ikkinchisi Yunon yozuvi edi. Hozir uchinchisi esimga kelmayapti. Misr va Yunon yozuvida yozilgan bir xil matn. Bir xil matn ikki xil tilda. Buni yaxshiroq tushunishingiz uchun hali ikki xil tildagi kitoblar bor-ku. Rus tili bilan o'zbekcha. Bu tarafiga nima deb yozilgan bo'lsa, u tarafiga ham xuddi shunaqa o'zbekchasi turadi. Esingizga keldimi? Xuddi o'shanday rozlik bitki toshida ham mana bu yerda bitta matn bor, pastida uni ham yunonchasi bor. U paytda 1822-yilda, ya'ni rozet bitki toshi topilgan yilda yunoncha o'qilgan edi. Qadimgi yunon tili o'qilgan edi. Va o'sha matnni o'qib turib, tepadagi ham o'sha ekan deb turib, hali shifrni bitta-bitta ochishdiki. Hali policha tezda bitta-bitta harf ochilsa, bunday ochiladi-yu. To'g'rimi? Uni ham xuddi shunday qilib turib, bitta-bitta ochishdi. Mana bu so'zmikan, mana so'zmikan deb turib, gapni o'qib ketishaverdi. Ha, mana bu ekan deb turib, 750 ta so'zni keyin topishdi. Aytaylik, u matnda 100 tacha so'z bo'lgan bo'lsa, qolgan 650 tasini mana bu ekanmi, mana bumikan deb turib, uni ko'rib, keyin o'qishga muvaffaq bo'lishdi. Bugungi kunda olimlar borib turib, Misr piramidalaridagi, qadimgi Misrdagi tarixiy joylardagi, qadimgi Misr yozuvidagi gaplarni bemalol o'qish imkoniyatiga ega. Faqat biz emas, olimlar. Ha. Senga qiyin tuyuladi, lekin qiziqqan odam uchun u juda ham oson. Xo'p, demak, rozet bitki toshi Yunon yozuvi bor edi. Misr yaqinidan topilyapti, Qohira shahridan. Champollion degan odam 1822-yilda o'qiyapti. Va hozir bu tosh Britaniya muzeyida, London shahridagi Britaniya muzeyi bor. Juda ham katta. Bu yerga kirsang soatlab aylanib yurasan. Qachondir Britaniyaga borganingda, Amerikaga, Angliyaga borganingda o'sha yerga kirib, mana bu narsa ekanda deyishing mumkin. Ungacha faqatgina rasmini ko'rib turasan. Tushunarlimi? Yaxshi. Borish maqsadini qo'yish kerak hozirda. Mumiyolaylikmi sen? Eng zamonaviy dunyoda mumiyolangan odam kim? Kim biladi? Eng zamonaviy dunyoda, mana eng qadimgi davrda misrliklar deyarli ko'pchiligi boylar, firavunlar, puli borlar, hammasi mumiyolangan ekan. Yaqin zamonamizgacha mumiyolangan eng mashhur odam kimligini kim biladi? Ha? Yo'q. Oshqoq ekansan, ha? Islom dinida mumiyolanish yo'q. Tushundingmi? Hozir sizlarga buni vazifa qilib beramiz va auditoriyadagi kishilarga ham, mana YouTube orqali tomosha qilayotgan kishilarga ham shu savolni beramiz. Zamonaviy dunyoda eng mashhur mumiyolangan kishi kim? Va keyingi darsda aytib ketaman shuni. Sizlar qidirasizlar, payshanba kungi darsimizda bu narsani aytib ketaman sizga. Sizlar qidiringlar. Kattalar biladi. Demak, davom etamiz. Har bir fan, tarixda har bir fan zaruriyat sababli rivojlangan. Hech bir fan yo'qki, o'zidan o'zi rivojlanib ketib qolgan narsa yo'q. Ya'ni har bitta narsa bozor qoidasi, talab va taklif qonuni. Talab bormi, taklif paydo bo'ladi. Doimo shunday bo'ladi. Va bu fanlar negizida ham xuddi shunday bo'ldi. Mana hozir ko'rib turishingiz mumkin, slaydda ham ko'rsatilyapti. Qaysi fan nima sababdan rivojlandi? O'zidan o'zi hech narsa bo'lgani yo'q. Demak, fanlar rivojlandi. Astronomiya, ekinni ekish va yig'ib olish. Ya'ni tirik qolish uchun kerakmidi? Va ular osmon simlarini kuzatishyapti. Qadimgi misrliklar 1 yil 365 kundan iborat ekanligini bilishdi. Va 365 kundan iborat bo'lgan kunning 360 kunini 12 oyga bo'lishdi. 30 kundan. 1 yil bo'ldi. 5 kun dam bo'lgan. Hech kim hech narsa hech qilmagan. Hamma bayram qilib yurgan 5 kun davomida. Ya'ni qullar ham ozod bo'lgan. Qullar ham hech narsa qilmagan shu 5 kun davomida.
Shu darajada mazza bo'lgan. Bir yilda 5 kun hattoki qullar ham hech narsa qilmagan. Xo'jayini ham mana uni qil deya olmagan. Bu tarafi ham pilosi bo'lgan. Ya'ni qadimgi Misrda bitta pilosi desak ham bo'laveradi. Demak, astronomiya ular uchun zarur edi, ekinni ekish va yig'ib olishni bilish uchun. Lekin astronomiyaga oid bilimni kim bilgan? Kim bilgan? Mana savol sizlarga. Oldingi darsimizda aytdim. Kohinlar. Kohinlar ekinni qachon yig'ish va yig'ishtirib olish vaqtini bilishgan deb aytgandi. Xudo bizga aytgan. O'zi mana bu bilimlarni hammasini kohinlar bilgan o'rtoqlar. Chunki kohinlargina bilimli kishilar bo'lgan. O'sha davrdagi o'qituvchilar, ustozlar kohinlar bo'lgan. Ta'lim ular tomonidan amalga oshirilgan. Diniy ta'lim ham, dunyoviy ta'lim ham. Tushundikmi? Endi geometriya, ariq qazish va uy qurish. Hali ham geometriya shug'ullanadi bu bilan. Ya'ni uyni to'g'ri qurishing, burchaklarni olishing geometriyaga bog'liqmi? Noto'g'ri qurib qo'ysa nima bo'ladi uy? Quliydimikin? Quliydi-da, bunday bo'ladi degani bu mustahkam bo'lmaydi, yaroqsiz bo'lib qoladi va u qanchadir qaysidir vaqtga borib turib quliydi va falokatga sabab bo'ladi. Demak, geometriya shu sababdan ham kerak edi. Ya'ni katta qurilish uchun, piramida qurish uchun va piramida 150 metr balandlikdagi narsani shunchalik tekislikda qurish uchun geometriya kerak edi. Hisob-kitob kerak edi ularga. Shuning uchun mana bu fan rivojlandi. Matematika, hisob-kitob qilish zarurat. Pul berish, pul olish, yig'ishtirish, soliq berish. Ya'ni qadimgi misrliklarda ham xuddi shunday narsa bo'lgan. Hosilni bir qismini o'zi olgan, bir qismini ibodatxonaga bergan. Tushunarlimi? Demak, hisob-kitob qilish uchun kerak edi. Endi tibbiyot ularda diniy e'tiqodi bilan chambarchas bog'liq edi. Yana vafot etgandan keyin mumiyolash va davolash. Va tibbiyotni rivojlantirgan odamlarning tiriklik paytidagi ehtiyoj nima? Tiriklik paytida ehtiyoj. Ya'ni tibbiyot bu oson narsa emas. Bu qimmat soha. To'g'rimi? Qimmat soha. Lekin qimmat sohaga ham pul tikildi davlat tomonidan o'sha davrda. Nima o'sha? Nima sababdan? Nima deb o'ylaysizlar? Mumiyolashgan. Yo'q, tibbiyot rivojlanishiga sabab bo'lgan omil odamlarni o'zi tibbiyotga ko'tarib yubora olmasdi-da. Davlatda ozgina yordami kerak bo'lgan. Va u narsa bo'lgan. Hozir ham bo'ladi. Bu narsa tibbiyotni rivojlantirgan eng qadimgi Misrdagi yoki eng qadimgi davlatlardagi ehtiyoj nima edi? Yo'q, misol uchun, Kasal bo'lib qolsa davlat yordam bergan deb o'ylaysan. yo'q, shu davlatni o'g'li yo kimdir endi kasal bo'lsa gardi bo'lganligi uchun mas'ullar. Aha, yana. Kasal qilish. Ana keyin pul topsaga yarmini nimaga beradi davlatga? Ha. Shunga. Yo'q, bunday narsalar bo'lmagan. Bilmadingmi Mustafa? Oshqovoqdan somsa yeb chiqibsan deb qoldikka. Demak, eng qadimgi tibbiyotni rivojlantirgan omillardan biri davolash. Kimni? Podshoni bolasini emas. Podshoni askarlarini. Tushundingmi? Hukmdor uchun, jang qilish uchun askarlar kerak edi. Va askarlar jang paytida turli xil jarohatlar olgan. Va ularni davolovchi mutaxassislar kerak edi. Chunki davolangan, sog'aygan askar jang qilish uchun yana bitta resurs hisoblangan. Va shuning uchun ham davlat tibbiyotni rivojlantirish uchun tibbiyot sohasi vakillarini qo'llab-quvvatlash uchun imkoniyat sarflardi. Bu tabiiy narsa edi va bu Misrda sodir bo'ldi. Va aynan shu narsa o'lgan odamlarni ichki a'zolarini tuzatib, hammasini ham tuzatib o'ralmagan. Ya'ni bugungi operatsiya stolida vafot etishga nisbatan qadimgi Misrda vafot etish ko'proq bo'lgan. Demak, u yerdagi tibbiyot hamin qadar bo'lgan. Va endi qadimgi Misrda shu aynan kasallangan askarlarda davolash zarurati, ichki a'zolarni bilish ehtimolini paydo qildi. Va bu narsa o'z navbatida mumiyolashga yo'l ochdi. Qadimgi Misrning tibbiyoti juda yaxshi rivojlangan edi. Ya'ni mumiyolashni bilish, inson tanasini xuddi o'shanday asl holatda saqlash bu hazilakam ilm emas. 4000 yildan beri tana turibdi. Tushunyapsizmi? 4000 yil vaqt o'tdi va tana turibdi. Va bu narsa baland, ko'p bilimga ega bo'lganligini dalolati ekan. Tushundikmi? Savolimiz bormi? Ana mumiyoni qilishim qanaqadir laktishni qanaqa nimadan nima chiqadimi? Qanaqa? Matoda surp matosi. U turaveradi, turmaymiz. Agar tabiiy bakteriyalardan himoya qilinsa turaveradi. Endi chiriydi, chirigan holati. Ya'ni aslida 4000 yil oldindagi mato holati turgani yo'q ular ham. Turibdi, u qalanib turibdi. Bunday qilsang to'kilib ketadigan holatda, lekin mato sifatida ham turganlari bor.
Tushundingmi? Chunki u kimyoviy ishlov berilgan har bitta jarayonga, hattoki matoga ham. Sen daraxtingga dori sepasanmi? Nimaga sepasan? Anaqa. Nimalar? Hasharotlar. Xo'p, dori sepmasang hasharotlar ko'paysa nima bo'ladi? Mevasi. Yeb qo'yadi, to'g'rimi? Ha, xuddi shunday. Demak, o'sha hasharotlar mana senga kerakli bo'lgan narsani yeb qo'yyapti. Dori sepsang, mana u hasharot o'sha ishni qila olmayaptimi? Ha, kimyoviy ishlov berish ham xuddi shunday. Kimyoviy ishlov berilgan narsa sen o'ylaganingdan ko'proqqa yetadi.